uchun bugun mush amroq mashinamda bir kun mulozimat qilamiz. Marhamat. Shunda oldu. Bizning moda iqim xonishi Odila Sidiq. Yaxshi bilan qarshi ketdimsa. Ha, mana. Mashina ishdimi? Ha? Ajoyib bo'lamdi-ku. Shigrab chiqqandim hozir. Chiniq qo'yibsiz a? Ha, naqsh etgan o'pkam tushib qolib. Hadi pul toptirib qo'yaylik, ha? Mana ekan qog'ozlar. Shunda yaxshi bir odat yetildiryapsiz. Davomli chiniq turamsiz. Qayrg'anda. Voy Odila. Apli deyman. Odila 18 yosh bu. Ammangni ko'rdingmi? Menga tantish chiqdi. Ha? Yoshi bor ekanmi? Voy. Men 20 ga kirmas, siz shu 18 kirgansiz-da. Sizlarning bir maqsadinglar bor degan, ha. Bugun yoshni oshkorlaymiz. Ish qilib bizniki barliq maxfiyatliklar balkim hamda ochiq bo'lib ketadi deb o'ylayman. Yo'q, umuman karim yo'q, nega ko'rmas. Ne, yara siz nega gapiryapsiz? Bozor bormadingiz-ku. Bozor boramsizlar? Mayli siz nega vaqtingiz bo'lsa danga bo'ldi. Bozor boraylik. Men yaqinda kuzlik kiyim-kechak bu narsalarni olmoqchidim. Qishliq. Shunday bo'lamdi, momamda mana bu. Voy, akalar men yerdan qilay. Qishliqmi deylar? Qishliq, kuzlik. Norka olmoqchiman? Ya, norka kiymayman men. Ha. Palto kiymanki, tog'ani kiysam kiymanki norka kiymayman. Sizlarning paranglarni men naqsh orqali qilib bilib o'tayapman. Oh, mana. To'q. Ey! Men naqshni anglasam ish qilib Odila. O'zimni sal basamay qilmoqchiman, to'g'ri tushuninglar-lekin, ha? Voy, xiyolga tushib ketdi Odila endi. Bahorni eslayotgan o'xshaydi. Odila, Sidiq. Namus suyunchi batni nasib etmaydi bu qog'oz. Suyunchilarimiz bor. Baba. Bo'ldi, chaqda yo'q Odila Sidiq. Apolti men o'ylasam qo'mboni. Shiyi qoparma bo'ldi. Endi son shunab berma bo'ldi. Sapa? Ha. Kelgaysan noz bilan birga kuylarda bahor. Kelgaysan noz bilan birga kuylarda bahor. Ko'klamdagi tamcha yomg'ir zamzam suyidek. Chunki har tamcha yomg'irda bir dona bahor. Qushug'ani bahor deb bizni. Chunki har tamcha yomg'irda bir dona bahor. Bu yana qo'ydi. Baharın yangram sazı, üzülmegeyn ağası. Bu deyman. Baharın yangram sazı, üzülmegeyn ağası. Baharım yangram sazı, üzülmegeyn ağası. Baharım yangram sazı, üzülmegeyn ağası. Shunda fayz bo'ldi odam. Naq maydonda anglaydi ekan. Ha, naqshni kelsa bahorning naqshini olsa ajab fayz bo'ldi-ku. Biz ashta qish kelganda bahor deb, bahor kelganda qor deb. Shuni deb, uni deb mana qishni akilib oldik-a. Bas, yo'ldagi daraxtlarni yeshildan sarg'ishdan yo'pirmoq yo'q holat akab oldik-a, kamashinimizda. Qor yog'imdi degan bilan kuz uzoq bo'ldi-ya. Shu. Ham yana unimi qornim yog'dirib olamiz, o'ng'ichi qor yoqqanda bir chiqmas. Endi men zavod emas, ijodiyat. Ishga bir ijodiyat qildigan. Lekin ijodiyatlaringiz bakpayzi. Bahorni qildingiz, shundaq-ku. Uzoq vaqt qildim. Qornim o'ylab qo'ying, ha, undaq qilmayman. Ko'nglik yapqamiz. 4 faslning hammani o'ylagan bo'ldi. Ha, Odila. Mas davanga boraylik, davanda bir Changloyan tarafda bir beliq besatilgan bir do'kon bor. Nima? Beliqni polog besbey degan beliq. Mana men chiniq qotida emasmi-ku? Shu quvvatlik mundaqiliqqa foyda qiladi. Beliq pishirib polog besbeygan ko'rganman. Endi sallash ketdi-ku. Bo'pti endi. Sallashmamdi? Yo'q. Siz qaysi tabiiy chiqish shu endi. Ammo sallab ketib bu yoqda Odila bilan. Mehmonlarni uyida. Mehmonlar. To'g'ri, hurmat uchun. Endi siz beliq pishirib polog besbeygan ko'rganman.
Hem siz dediniz yeni aşkan bolsa dedik o hazır. Tamak türleri, icadiyetler, acayip vakit tutkan medeniyetimiz. Maqaran ötkür, kiler senden başlap ben riyasetçi olay bu nakşasın. Bahar yetemdim ben hem de. Kişniyet ayamda oldu. Siz nemesiniz yetim? Adilerden riyasetçilik vermez akamda. Ben oturayım. Oldu ben nakşi olayımda. Modikim, nemesi dersler? Nakşi Beyzadısı. Buganimda bazaga borma deb qalmasa da odatda işte bazaga chiqib olgan gapni to'rdimi olamsiz. Qaysisin jihat qilasiz? To'rdimi olma. Ben iqtisod boshqarish pek usta deb o'ylayman o'zimni. Shu kesib o'qiyapman. Yo'q, men gumatda kesib o'qiyman. Nimantr? Gumatda o'sha qo'yishadi qo'ydi gumatda. Filologiyani. Men qaysi maktab Şinjan'da shu? Şinjan universitetida. Hozir rahmat jihatda endi onlayla endi. Ama sizin nakşi icadiyet deb Belidu deb o'ylayman endi. Adilarda men bilan tanqid tutadi. Vaqtim deb bermaydi. Men bilan tanqid tutadingiz a? Ikkala oldin kelib tutadi. Hajat turib ikkimiz tanqid tutadi. Hey! Adem deganda chalamizmi shundami? Tamashni neydi? Almashtirib aytaymi? Hamdan almashtirib aytib qoldi Adila. Üzem yalnız, üzem bahar, üzem yaz. Üzem bahar, üzem yaz. Üzem bağban, üzem tuproq olib yuraverishadi. Neyman, ben Şinjan Üniversitesini o'qigan 2018-yil bitirdim. 2018-yil degan kasbini. Başida 3 yil gumantar kasbini, 12 yil xanuz tili kasbini, kasbini. Oo. Asta o'rganda o'qanda bizni o qarar o'quvchilar shundaq bir to'rshuda alayda o'quvchilar shundaqmi? Lekin biz 2008 bitirib 2009-yili men Turpan üzümçilik yiyesiga Atta, Turpan bardыңызбы? Bizim yurtlarda işledіңізбі? Üzümçilik yurtda işlegan. Şu yerda 2015-yilgacha shu yerda shtat bilan shu yerda ishladim yezida. Endi u to'g'risida gap qilsaq, bahchi qiziqchilik gaplar bo'lkisidi. Ben tuncu bağa vaqtimda. Kichikkinamiz a. Ben tuncu bağa vaqtimda. Qarang, To'ppancha. Meni Urumchilikdan sahola kepti deb. Başlagan turbaqa org'a olmay. Unda qilmaydi-ku ular. Yo'q, bizlar ana qilgan. Ularni qarab o'tmaydi-ku. Mekilang demaydi-ku. Ular aldirab shuni bilan meni ya davrashga chidamlik bexatarlik qurilish ishxonasiga bo'lib qo'ydim. Bu chog'da men xish bilan kezakni ayirmayman. Meni gaz sotdi. Gaz degan nima bilamsiz? Yo'q. Bo'kitamaysiz. Men bo'kitamga oppoq narsaga qarang, shamol chiqsa uchib ketadigan, ya ustiga bunday so'lib yo'piqlar yeb qo'ymaydi. Necha tonni gazni meni seting deb qoldiradi. Unga so'lib shamol chiqasam, voy gazlarim deb yig'lab o'tdagan. Chiqib ketdi 1 kilodan. Yağmur yağısı berib, üstüge so'lov yop qiyib batgan, ular to'l bo'ron chiqdi desna. Ayna qilib u gazlarim setib o'xshigov gazlagan. Xumayman ashul qo'llarim bilan diqqatla keldim. Adila gaz berama bizga. 1 kilo deb tavasin o'zadigan lekin men Muşundaq tişan bilan bir ishki naytdi gurjak tap qo'ysiz, gurjak. Gurjak bilan quloq kesdi bir ishki xizmat ishim bor, qattiq ish qo'ymoqmaydi. Ularga yoldirib yurib berangda. Tang to'shib shuna qilib 10 tonna gazni setatdim desiniz ha. Mana. Paytlamda ziyan aynaq dağıtmağı ya boran çıkdı o yerda ya üstünde bir öymede bir so'lov yo'q bo'lmasa men naketime qanday bilurman uni. Ziyonli bo'ldi. Ama ularmi shuni men şey dizib qo'ydim. Men qizim balisi o'g'anik. Ziyon bo'lsa to'daversin. Ben kız edik eşk olanın gaplarım için ben bir şey verip sizlarning deb qo'ysangiz bo'ldi. Sizlarning gaplaringiz shundoq bir xilaliqi qiziqchilikda necha yilning qanday o'tib ketganini bilmay ashdan o'tib ketdi. Keyin men o'zim ashlarni tilda so'zlab Urumchi ma o'zimizdan yerlik tillari og'zimga biza qo'llashmaydigan qo'polonadigan bo'lib qoldi. Mana. Saqlamni yaxshiroq so'zlaydi kazib turibdi. Yo'q, shunday. Boshda Adila xonimning degan vaqtida ilqi Org'anda, unda emas turpaliqlar o'zingiz bildingiz-ku hozir hamda. Ko'z ular. Ilqi Yo'q, beshida shunda bo'lgandek, uni men o'zim shunday esib qoldim-ku. Beshida shunda ko'z tush bosqichida keyin ondan
voy biz degan hozirgacha mana izlashib degandek qisqasi men ashlarning uyida turib ketdim men oxiri ashlar bilan tanpil choy o'ynab dapanjichi o'ynab voy pek ko'ngillik aslimlar va hozirgacha ular ishqib o'zini qadimiy deb bildim ma chiqsa mana Adilaxon chiqdi bizniki bizlar birlashdik chiqib pek sevimlik jimolar bir-biridan sevimlik bir-biridan samimiy sodda ah ko'ngil chiqib meningki eng yoshligimdagi eng oltin qira vaqtlarim ash turpan o'zimchilik güzel aslimlar o'tdi aniki mamtaz yezi qishloqlarda qizi chiniqib degan o'choqlardan menki baga vaqtda qarnik yasash moda ketgan qarnik degan to'shib ketdimi zat o'g'it deganni to'qning o'g'itlarini degan siz ashna shunda siz buraydigan shu uyga berib yunib tarnib bir haftaga shu buraydi ashna ketgan vaqtda sahka bir narsa unutib qolganda kes qildingizmi atrofingizga qarang yumshoq yostiqdan men kaltiraychi mana bu yostiqlarimiz ketdi mahitini bekrak bunda tizimiz aqchali bizni yostiqlar kutib ochib bu yerga ketib qoldi shuna pek güzel hikoyalarga adaylar shuni bilan men u yerda Maşita maymunlarda kichik mundaqchaq bor. Vespitim bunday meni bu yoqqa. Ash vespit menib turib nurg'un naqshlar vespit menib izimchilik yesida. Osh tarafdan ijod qilgan naqshlar, ha? Nafisani, karvanni, aniki bahar hatta. Bahar. Ha, turpan ijod bo'lgan naqshlar. Dadanga. Bizlar jutma naqshga deb qo'yamiz aka. Naqsh qandayman bu. Siz o'zlar turpan nerdan men turpanniki pichan naisi lamjin yesdim. Üzüm chiqdi yedim, lamjin, xondo, lükçün tuyuqlan bilsizmi? Nima singildan tatma qo'yansanlarni, laponlar yama o'xshaydi. Qolgan qavruq. Ikkitidanga. Mana Adila topallaq bo'ldi endi. Shundan keyin adin meni bu qiz asli turpanlikka deb kelib chiqibdi. Mening dadam o'ljiloq. Shunga chaqchaq qamroq o'zim bu. Lekin men Urumchi tug'ilgan. Unda bo'lsa Adila siz kasbni o'qidingiz, onandikin bag'andikin xizmatni qildingiz turpanda. Lekin shu ijodiyat bilan yoki shu muzika, naqshi bilan sizning shug'ullanishib qilishingiz va bir turkilik rol o'ynagan bir ishlar bormi yo'qmi? Ya tug'mi talant ham tuq ya buni hamda. Ama tug'ilib naqsh etibdi. Unda emas, lekin hozir o'ylab baxsam shu menda tug'mi bor ekan. Nimishqa desangiz, kichik vaqtimda dadam mushtajiyatdan tarbiyalagan meni. Lekin shunda bir xurishimsin dadam tarbiyalamasdi. To'g'ri. Shu kichik vaqtimda shu naqsh etib ko'zamga liqqini yashilib, shu naqsh chichingning naqshlari moda bo'lgan bizning kichik vaqtimizda. degan naqshlar moda bo'lib ketgan. Shu naqshlarni degan ko'zamga liq yashilib degan aytadi ekanman. Hayajandimi? Ta'sirlib yig'layotgan yoshmi yoki odamimiz aytadi degan yoshmi demak. Hayajonni ketib, 2 yosh, 3 yosh vaqtlar nima qilgan hayajon deysiz? Shuni demakchiman hozir. Otami yig'layotgan bo'lgan-ki men otsa aytadi. Manda qanday yoshmikin debdi buni. Keyin dadam menga bir yurish shu naqsh aytgan bek yaxshi davalayam. Yapılmada Sony, Yuanbanda, İtal'da yeni şanlarını uzun yıl yıkanmaşı gibi bir kıtımda Allah verdi desiniz ha. Kalan çıkırlar bu kutuda aynı vaktlar şeyle badayman pulunu. Ha işte vaktlarda dadam şu çağda apamga bir şeyci apamay, kralga apamay bana piyanino apaygan şu vaqtda. Hem o vaktlarda his qilolmayotgansiz shunda qilish kerakdek majburiyatlarda. Ya hozir söyleshtirib o'zimizning otani bo'lgandan keyin hozir otalar shu vaqtdagi ahvollarimizni söyleshtirib shu vaqtlarda ham dadam opam haqiqatan zo'r kuch chiqarib ekan menga o'ylab etma kral qo'ymaysiz deb piyanino. Shuni qaraganda men ularning umidini yerda qo'ymabman. Qattiq qo'ymadingiz. Men qurish ekan deb. Endi menimcha qizimga hozir nima bo'lishini apraytsam, u hargiz mening kichik vaqtimdagidek undoq berilib 1 soat, 2 soat undoq quchoqlab undoq densini quchoqlab undoq o'tirib kunda naqsh etib undoq qilmaydi. Lekin men u chaqda koridorga chiqib qilg'ashingni men naqsh etish. Ani kichik bir o'yinchoq densini realni tashlab qo'yib ketdi. Bir hafta quchoqlabdim men uni. Kech kunduz quchoqlab shunda chelib shuni olar. Bu qizim yaxshi ko'rdi ekan deb appagan shu chaplashgancha men hozirgacha o'tidan nerga demay ish qilib kuyib bu kasbni.
Çoğunlar aslında benim nakşi kılış niyeti yoktu. Fulen ruran kılış niyeti battı ya. Şuna benim devlet memuru bulup, partiya hizmetini, devletin memurluk hizmetini yaxşı kılın deydigan bir kichigimdan bir vatanparvarlik ideyan singdirib tutgan. Şuna mektepga kirib da şu partiya a'zosi bo'ldim, yaxshi o'qidimcha o'zimcha davolayapman. Davolarni qo'yinglar. Dotag'li baltaga. Hech kim bilmaydi, men maynak bu naqsiyatni boshqa bilmaydigan povash bu. Baştan çakçaklanıp berimiz. Shundaq biz anglaymiz. Bugun shu ish qasimiz bütün özümüzdeki nəsimizdən taşlayıb etimiz çümpertinçe bugün intayin erkin azade. Ha? Lim degeniz bolsa. Bizim bir munda hayran qaldırıp Şunu olar. Da şöydüm yaxşı oxugan mənim muş. Mana vay Şinjanda şunu aldı laptop mana. Rahmet cümle ey ağaylarım sizler meni müşək. Ey. Adilənin anı məktubu. Rəsul kep qapdı. Əsmən daşıq imtahan bəyə vaxtımda numurum 50'lardan qasıl mening olğandı. Çöncanti 20 bo'lgan, 10-chi bo'lgandim men İzmaypanda. Mening shu vaqtdagi numurimda men shu joyga orzuyim bo'yicha Shanghai va Yushuan yozgandim. Daşıq yozgandim. Bu joyda Çinxuadan boshqa hamma daşıq yetishdi numurim yaxshi chiqqan. Lekin dadam tövallarga berib deb xalq yaqin turib deb o'sha qasa qo'ydim men o'sha yezingda shuni bilan bu demdim şey oxusam yaxshi o'qiydi, benim yaxshi bitirib, da shu putdagi vaqtimda shunday o'shanda yedigan bir badi. U shunday o'shanda ham bizning partikomniki maxsus shu 3 yaxshi, mesela yaxshi o'qigan oliy maktab o'quvchilariga tushirilgan alayda imtiyoz siyosati. Buningda ko'ngilga imtihon, memurlik imtihon berdi, imtihon berib, natijasini ustini asli qarab serib belgilik stan şu çağda bizning qararimizda 2018'de 130 sanbatlaydı aniq esimda badi Şinjanning har qaysi yerlardagi o'quvchi bolalarni e'lon shu 130 ga kelgan shartda seriblar davlat memurluğu qabul qilib bizlarni tamam shu tavallayning eng jafoliq yerlariga chiniqinglar, uzanglar papalab chiqinglar deb tushirib dedi deb biz kar yo'q. Shu vaqtda men yaxshi natija bilan memurlikka imtihon berib o'tib, shu imtiyozga ega bo'lib, partiya maktabda 3 oy bizni nima qildi? 3 oy chiniqtirib, shu qaytadan siyosiy yig'ilish qildirdi bizni. Qildirgan vaqtda men shu joyda sinf bosh qilib O'rgansa, qilmagan ishlaringizni biroz deb qo'ying endi Adila unda qilmay. Sinf boshliq bo'lgan shu joyda shundoq alkitibdim hamda hayron qolarliqcha men Paliyatjon. Ashunda alchopimda jalqi bize yuchuq tepib jimroq o'ltirib olaychi deydiganda emas shu yuchuq vakin deb turganda ash oldimga itilib turgandanda shundoq qilayli bolalar itayli bolalar deb shuni bilan bizning shu vaqtda degan Şinjanning har qaysi yerlardan kelgan savoqdoshlarim bor hozirgacha izlashib qo'yib deb shundoq mehrimiz bor bir-birimizga garchi kunni ko'rishib turmsaqmi demak men hozir ular qanday olib ketsangiz oldi men partikom idorasida ishlardim. Şinjanning demak qolganlari Shangranglik yez boshliqlar bo'lib ketdi. Qiraq DJ'larniki shuni bilan u bizningki u savoqdoshlar chiqib yomon katta savoqdoshlar u nega borsam shu savoqdoshlar bizning savoqdoshlar bali bada ayni vaqtda shu 2018 hem shularning orasida men bir po'g'ay chiqib qoldi yaxshi deb davlat memurligini qaytadan yaxmanda ching tutib ishlayamay nonsi yo'ldoshim saqchilib biz ishga yerda ajrabak turib ketdi qolish ko'p ketdi qarsam bu naqshni o'tini o'chirib qo'yamag'dayman kuyab pishib shon bo'ldilar balamni boqqashmish naqshchiligimni qilay deb 2015-yili o'zim istiqbolnoma yozib kollektivning ma'qulligi asosida shuni bilan istiqbol berib tupla naqshchi bo'lib ketdim. Onun aldığımı naqshchi? Onun aldığımı hayatı bir çavakçı deydi tamamlar. Buna çavaklar cıqaka. Demek ötkür yuqorida biz Adila xonimning bayonlarini anlagandan keyin sen shunda o'yladingmi? Hammamiz asosan yuzaki holatda Adilani bir naqshchi deb o'ylaydik, ham ijodiyatchi deb o'ylaydik, ham baytdan bergan bir suhbatimiz bor. Modiqim xonishi debchi. Naqsha modiqim naqsh xonishi deb. Naqshni avasingizni boshqa bir xonish yo'q qoldiran. Modiqim lag'man xonishi. Demak mana hozir hamda anlagandan keyin haqiqatan Adilaning mayli kichik vaqtidan boshlab tarbiyalash bo'lsin, oliy maktabgacha
Hattoki uningdan keyingi xizmat ishligicha bo'lgan shu arliqlardagi bayonlarning hikoyalarini anglagandan keyin ekran oldidagi do'stlarimiz Adilaga nisbatan yana bir qatam qaytadan bir o'ylanish, qaytadan bir qoyil bo'lish istab qo'zg'aldi deb o'ylayman. Bir chavon chasangiz Bizning shu 80dan keyin tug'ilgan bolalar hech qanday nurg'un issiq Bizning matliklar danganda. Nurg'un issiq so'g'aqlarni boshdan kechirdi. Hammaning bizgiltanka qog'on. Aynan bo'lgan. Oltin sinib nima? Top taratni biz yeymiz, biz ketgandan keyin yangi binosi. Hamma maktabga. Telefon yo'qdi. Telefon yo'q, vaqtlar deganga, o'g'u mayli ham, lekin bizning nihoyatda go'zal bolaligimiz bo'libdi ekan. Shu vaqtlarda ham telefon yo'qdi, telefon bo'lmagandan keyin biz qo'lim qo'shnilar bolalari bilan yomon katta o'yin yutdik. Yilqi chaqirib qo'ygan vaqtlar shumi? 506 telefon gapni o'tishyapti. BBC baba. Chanqo chaqirdi, ko'rsa u davrdan bilmaysan-da. Voy bizga nima sirtib chiqaradi, uni ko'rsin vallahi deb qo'yadi. Har xil ranglar bor buni. Har xil sayrak. Chaqasdi bizni chaqiribdi deb kirishlarimiz bor. Telefon qaytarib ketdi. Tillab yo'yaqsak, bunda tillig'i bo'lmaydi deb. Albatta turimiz bor. Cho'qim chiroyli gap qilishimiz kerak, nihoyat ilmiy. Masalan, qiz do'stlarimizni biz yo'l qilmoqchi bo'lsak, deymizda, "Vilqa, futaydik sekaytib qo'y, qapmay so'z qoldirib qo'ysangiz, men sizdan bak seg'indim, palan bir yerda saqlayman. Dal soat manchida." deb endi sal o'tib ketgan bir gaplarni desak, "Apandim xapimisangiz, bunday gapni yozib bo'lmaydi." Lekin shu vaqtda keyin dal shu vaqt boratdik-da. Vaqt qarash. Ammo yo'qda o'chirgan ishga chiqib qolsam ushmojay. O'srab qolmasimiz kerak. Voy, bek go'zal chaqlay. Kiki chiqdi, kiki. Buni deganim ham deb mening hozir o'ylab baqsam men cho'ng saknilargimi qo'rqmay chiqadigan, lekin tuvanlargimi tuvan yaladimi qo'rqmay naqsh etadigan shunday bir sababchi deb o'ylayman o'zim. Nima qilsangiz men partiya maktab o'qiyotgan vaqtimda shu o'qiyotgan vaqtimdami kunduzi o'qiydim, kechasi naqsh etib pul topatdim. Mana. Men o'zim oliy maktabdagi butun rasxotimni o'zim shu tirishib pul tepib ishlab jo'lar. 550 koy, 30 koydan ishlab ketdik. Qo'llandik ketdik. Hatto sizningdek men izim keldim, men bir riyosatchilik qildim. Miyo naqsh etsiz. So'liq naqshlarni etmaysiz. Siz debchi meni. Siz tavsqan naqsh etadimsiz deb loballamin degan chiqarib o'tgan vaqtlarim bu. Hodilar bir ish yodim kelib qoldi qara. Mushu vaqtlar biz men shuna oliy maktab o'qigan vaqtimda riyosatchilik uchun kechda men restoranlar berib to'y to'kinlarga yak paletaga riyosatchilik qilib pul topay deb shunda esimda bor bir restoran berib riyosatchilik qilgan. Shuningla xo'jayin ko'rib bo'ldi, atdan boshlab ishga kelingsiz. 100 koydan beray dedi shu vaqt. Yaxshi. 100 koydan oldim. Shuning bilan deb atsi keldimi, atsi u boshlab nechoylarni shu restorandagilarni bugun shu riyosatchini baholaymiz deb o'taga vaqti shuning bilan men riyosatchilikni qilib bo'ldim dedim, naqsh met olamsiz degan rasman naqsh et olaydim-ku. Shuning bilan shunda bir moda obso'pning bir naqshi bor ekan. La 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 la. Ben şunda yapsaydım param. Çaldıgan balığa qıpqınış bəsək bizning diyorimizni deb çaldı o. Hada bu bəsək qıldı. Aş tazı çaldı bunu. Tazı həmmə düşüb ketgəndi bir esam izdinçə ötübkə. Şagan şunun layık xanım bomdu fikam siz naqsh etamaydi ekansiz deb men aytdim. Bu çevatni desam, men 117. Masalan, riyosatchi cho'qim naqsh etalaydi, naqsh etadiganlar cho'qim riyosatchilik qiladi. Men shunda qilib qilsam, o jampancham demini ya ko'ramadimi yo bir amalni ishiltiblam yuqori chaplam shuningli bir tayoqday deb aytishdan boshlab riyosatchiligim yo'q, naqshammi yo'q, shuningli kang qishat tashlab berib chiqib ketgan. Jempanmi chalamtimiz yoki? Menma. Jempanmi chalatdi. Bo'ldi. Shunda bo'lgan bek o'tkir bizning shu davrlarimiz bek go'zaldi. Ya biz g'ingshmaydik. Masalan, siz g'ingshmay eta olaysiz. Ya, unda emas, men deganim oldimizga qiyinchilik kelgan shu biz qitimiz cho'qim qilib kiyinib ketalaymiz degan manda bir ruh bor bizda. Ha, uning ustiga shunday ruh bilan chiqib hamma qiyinchiliklarni yengib keldi. Shu chog'dami men ko'nglim kelgan, jon ajab bir shunday chiroyli naqsh etib bersam endi noynoyatmi deb meni chiqarib qanday oldu deb degan. Endi ular ko'rayotganda adillar. Shu vaqtlarda noynoyatmi hozir mush fursati shundan degim keldi. Hozirmi shunday ashta yaladi naqsh etayotgan nurg'un amaliyotda naqshchilar, sizga o'xshash riyosatchilar, sazanda bolalar bor. Hammasi o'zininki kelgusi orzusi uchun
Jabatatib kurash qilayotgan bolalar. Ular shu jarayonni cho'qim besish kerak. Hatto men bu bosdim. To'g'ri. O siz basmayman, basmay biroq mumkin emas. Qarang, ular o'zlarining kasbini, o'sha ishlayotgan kasbining boshqalarning shularni hurmatlashini, shularning kasbini hurmatlashini, orzusini hurmatlashini, ular ham o'zini kamsitmay, o'sha yerda texmi bekrak chiniqib chiqishini umid qilmayman. To'g'ri. Hatto nachiqdim ashunaq iliqi alayligini tepbag'icha ashunaq ma'xush sazga o'xshash qo'g'landib ketishim mumkin lekin u degan vaqt kelgancha vaqtda texim bizga turtki bo'ldi ekan. Agarda shu vaqtda Adila odamni texim yaxshi bir chiqaydi. Naynay aytmadingiz deb to'xtab aytganda bir xil naqsha aytish to'xtagan bo'lsa hozir bunda holat kamaydi-da. Aş dərəcəyə operuydu lekin. Mən neymişqə naqşı etməm, bu güləni görməm. Mən naqşı etmədim bu balalar. Şu naqşı etmədim. Aş dərəcək bağız ütü operuydu. Şunuz bu kəsbini yaxşı görsünüz, bək oduda kuyduğan bir iş qodu bulmasa rəsmi bu kəsbdə aldırab çıxılmaydı. Yəni bəziləri qanday gədirsiniz, aşnağılı boldu qıb qalğanca allığı edilməydiğən. Boldu, bügən qosqum toyus boldu, müşbədədə mini verdigan məğudab müşbədin mini verdiğən naqşçılarım var. Lekin mən uçaqda ko'nglimda pükkansan, әргізмі bir günlük maaşımını elib, mən muşunun qanaat qıldığan emas. Mən kəlgüsdə nurğun adam meni bildiğən naqşçı buluşum kerak, dağlıq naqşçı buluşum kerak. Bu faqat meni çiniqtirdiğən meydan degan şuna köz qaraş bolğanlıq üçün toxtamay özüm bir məbləğ silib, yeni naqşçı çıxırıb, qadam ilgirligan. Her qanday sahne deb qaldınız, əms bizning mashinamızın bir sahnədə, əms yana bir naqşa kəvətmisək. Bunu deyə? Yamaç degan shu. Turpan deyəcətqan naqşını birini qoyatdım. Turpan. Unikini çekken, sazi unikiye yetken, uniki naslangı ketken nefisler. Akortnalar. Tanrının tanrısını pələkken, yana bir uçunu çekip yürekken, sazi yangri tarab etken nefisler. Nefisler közünge, Allah salay sözünge, yüzüm yıkıp yüzünge, okşap gitey özünge. Nefisler közünge, Allah salay sözünge, yüzüm yıkıp yüzünge, okşap gitey özünge. Benim aktörüm güzel tesma. Yaşa sen. Maynak görmez, maynak çıkmaz, maynak görüp, maynak uykutu da var. Ben sullu gelmeyeceğim. Eğitiş, tez, huzurlunuş pek asal. He, pek doğru. Kırpallar meslektim hem. Bağırlarını. Boyluklar. Cəbiyyat əcəmgə, səvri yaxdı o qələmgə, dərdaşı var hər ələmgə, nəfislər. Tümləb eşq nəfisi yazdı, 12'rə düşdü yandı, et qaçan muqamğı qandı, nəfislər. Rahmet. Oturup kaldınız ha? Torpalan oylap kaldım ben. Naynay yetken bolsam otamaydı. Naynay ama. Ama naynayla ama. Naynayla ba. Naynayla kımayottam size aşlar naynay kımede bu kızal digen. Sonun teketke olsaydı. Şunun ikin naynay yok ha. Olsa sen. Aşlar şu. Mana. Bunun mu bir asası var? Kütkende. Bir yerim değil. Çıkıp naynay ettim kelmeyi. Adile adam naynay etken bolsun bir ispatı değil. Naynay ettiğin naqşçılar cıq. Onun üstüge meningdek uslubda naqş etilgan naqşçılar sal ozu qaldı. Şoň men naynay etip, bir xil taslim yo'qib qolmasa demek. Yo'q, unda emas, tolish naq turmay. Naynay etitme demek qo'yamda. Ya, naynayni ham bek naynay eta oladigandak etkitmayman-ku.
Bu Nafisani Turpanda şu hissiyatlar kep ijadiyetin Turpanda qildim degansa ilhom qildim. Endi yakan deganman qanda Turpanda kep qolganda bu Nafisaning yakanda yo'qtirib olgan. Yakandan biz yo'lishimdan to'yga vaqtimda yo'lishimni sayyoq o'rman desan. Yakanga boqam. Ben qashqa yakanga berib kelaylik. Sayyani berib olsiz deb turib. Shu joqchi qashqa qo'ymoq, xuddan qashqa bormoq ekanman. Deymiz bugun. Shun siz ashalarni cho'kitib o'yitib kelay deb turgan. Shu vaqtda toza sayyoq toza shuylik kelkun kelib ketgan vaqtda. Baramiz. Shuni yakanga badi xo'tanlarga bas shu chaqda amasaxonniki haykal olgan shu chaq qarab bu kep ketdi. Tüp men bir xil naqsh yozgandeklar jo'q. Bashina bo'lib qoldi ba'zida. Shuni bilan shu o't tutishib ketdi. Andan qaytib berib vaqtimni to'shdi, dam olish vaqtim. Andan xizmat tushibimizda turban ketibli. Shu yo'qtirib olgan ba'zida shu uzun vaqt tavlab bu naqshini. Nafisa deb shu kildida kallamga yazaychi deb hizlib ketgan naqsh. Aynan be ilk birini bilan 500 not bilan yozamsiz bunimi yo'q? Ya men 500 not bilan ash kallamda yozib olaman. Odatda menda biroq tang chiqadi musiqa bilan, melodiyasi bilan naqsh teksti tang chiqadi ichimda. 5 ma'ni, 10 ma'ni qilmaychi. Sal oldigan farqlanib qolish mumkin ekan, hozir bo'lib bo'lmasa tang chiqaman. Olma. Melodiyasi kallamda va teksti qog'ozda bada. O melodiya bir keldi, ikkinchi unutilib qolmaydi. Ya. Qat'iy unutilib qolmaydi. Taqim pishqilib ma'ldi o'zini pishqilib ma'ldi. Endi deyman-ku, endi hozir ikki balla. Onun ustiga ikkisini operatsiya qilib olgankim, men ayolning narkozning ta'siri bek ig'ir bo'lib ketdi. Bu mumkin desam yo'q-ku, mana tutib olsangiz mana. Men chiniqib turman. Men o'rganishni tashlab qo'ymadim. Men qaytdim imtihon berdim. Imtihon? Ma chorunga qoldim. Voy. San'at maktabga bir orzuyim batdimi san'at o'qiydigan-chu men Shinjon universitetida ekan. Shu qarsam bolalarimni biza boshlang'ich maktabda o'qib biza qo'ldan chiqib qolibdi. Shu ashlar bilan tang o'qaychi san'at maktabga yaqinda saboqdashib o'qalaydi ekanmiz. Balam jirong deb imtihon berdim yaqinda. Men chiqib har yili o'zimga bir tug'ilgan kunlik sovg'a beraman. Masalan, u sovg'a bir kiyim undaq narsa emas. Yoki bir unvon emas. Yoki bir unvon, yoki bir hunar, yoki bir ashnaq imtihondan o'tgandamda ashnaq bir hayotimga bir o'zimni bir ahamiyatli bir burilish, hayotimga bir burilish olib kelgan bir ashundaq bir planlab turib qilaman. Wow, yaxshi plan ekan deyman bu. Tunji anglashimchimi mening bunda planni? Ilq men uzun yillik plan tuzib olmayman. Bir yillik. Qisqa. Ha. Masalan, ba'zi bir planlarim masalan imtihonda o'tdim, bu daq planimda 2,5 yilda bitirdi ekanman. Binkani. Yo'qurni monodan o'tdan qachon. Voy, tag'natingiz chiqmadi deb berdim men. Musiqa ma'rifidan. Cho'qim kitob ko'rib bir nimani o'rganib turmasak, qalimiz rassiz degandek shunaqa unutilgan bo'lib qoldi ekan. Lekin siz unutilmabsiz. Men shuni abay sualni qistirib qo'yganim shu. Demak, biz sizniki masalan do'yim funksiyalaringiz emasmi? Qarab qo'ymiz. Ha, o'tkir shundoq ko'zda kelib bolalar bilan yili ish qilib har xil energiyalik mazmunlarni chiqarib mujohidlarga yetishsiz uchun qarab qolmiz ish. Hamma yetishadigan oddiy odam deb. Men aralashtirib olmayman birisiga. Masalan, sahnada chiqib naqsh etgan xizmat qilayotgan vaqtlarda ballamni, o'ylarimni kallam kirgizib unda jiddiylashib olmayman. Hamma ishlarni retretda topshirilgan odamlar pakis topshirib yetib chiqqan butun vujudim bilan naqshning ishlarini qilmay kasbimni. Aniki o'y kirgandan keyin naqshamning ishini balarimning ishiga aralashtirib olmayman. Butun vujudim bilan o'zimning naqshligini unutib olib ketaman. Qiynabamning oldida butun vujudim bilan kelin o'qishtiman. Opam dadamning oldida qiz o'qishtiman. Yo'ltishimning oldida ayol o'qishtiman. Ashunda qilaqi hammasini tanishib retretda har xil javsa deb qo'ymas yo'q nimaga kiralayman ichiga. Bo'lmasa pek charchab ketga bir-birisiga elashtirib olsa. Lekin qaysi javsa bilan chiqdingiz? Shu Malik Bektir'nin do'sti. Ag'inimiz, Adilla. Ag'inimiz bor. Shuna qilib
Bazağım kelay dep qaldık. Bazağım kelay dep qaldık, lekin naqshingiz to'sh. Depdi, ashunaq deb tarjim qildim bu men. Ish qilib bir qizni bag'atga o'xshaydi. Yigit o'zi chulaylar liang butonda fingari niyor debmi? Qarab, men shuni o'ylaylik. Bir palakda o'xshamaydigan 5 qamak deganga o'xshashgan deb, men dedimda bizniki 8 qamak va o'xshamaydigan desa. Demak, ikki qizingizmi? Nimasi o'xshamaydigan o'xshaydi, mijozi. Qaysi sizni bakrak tortdi? Cho'ng tatib. Qanday ikkisi? Cho'ng sal qalaymiqan ko'rdingiz rasmni. Shkafni ko'rib. Ixtapli tiqib. A kichigi ratlaplab varda. Hammasini qatlab, cho'ng deb ham tova bir qo'saqdan ishki qilay deb chiqargan tova debchi. Bugun shuni ko'rib bak kulibdi, men shuni chuqum deyma degandim, hozir naql keldi. Adilla Xonimning bugungi shu aytgan so'zlardan yana biri rostchilik bilan, samimiylik bilan o Adilla qalb egisini ilgirlagan oldi. Yana bir qatim tundim qara. Nurg'ulgan cho'lponlarimiz, san'atkorlarimiz bor, lekin o'zidagi haqiqiy gapni yoki haqiqiy ishlarni aytishni ba'zilari yaxshi ko'rdi-yu, lekin yushirib qolganlar bor. Adilla bugun ish qilib rostna aytdi, yaxshi biz bilan xushchaqchaq bo'lgan ishlarning hammani tatmay bizga davadi-ku. Necha millionlagan tomoshabinlarimiz bor oldimizda. Bizmi xijil olmayl naqshlarni talab qilaverdi. Yana birini qilaylik. Yana birini qilamiz. Qumban ishqib shu naqshiga tushliq atgan bo'g'aydi qumbona. Ha? Yana birini talab qo'yaylik. Kansiz. Men shu faoliyatda qatnashtirsam ashta qildim. Adilla kichkina aytib tushkilmadi, yana birini qo'shib oladi. Adilla desa. Az uchinchi kattaq. Solga burilsak, kap qolganimiz anglab elib biroq kirib ketdi. Evet, 13 yil bo'ldi mana shu. Oho. Tunji naqshingizni o'xshatib so'raylik, qaysida? Qo'mbavasang deb berdi. Uni aytaymi? Majnunda. Uni ma'laganda? G'irib sinamdan ariyada bir narsa aytgan, juda navada programma batdi.